Bundan uzr so'rayman sizlarga. Bu bolaning oyog'iga nima bo'ldi desalar, so'g'it ketadi rostdan ham. Poliartrit, suva yemirilishi, bo'g'imdagi oyoqda so'g'it ketishlar, yomg'irdan oldin og'riydiganlar, ishoninglar. Hozir shunaqangi organik tabiiy giyohlar bilan Murod Shifo tabobat klinikasiga keldik. Do'stim ham oyog'ida xuddi shunaqa meniki muammo. Do'stim, mana bir og'zim gapirib bering, men gapirmay. To'g'risi, haqiqatdan ham til bilan tasavvur qilish qiyin, chunki tabiiy yo'lda yonyapti ayog'im, tasavvur qilolmaysizlar. Qizdiryapti. Hamma og'riqda birdaniga chiqib olar ekan shu qizda. Sovuqlikda. Ko'p narsani menga aytishdi, nimaga davoligini. Hozir birinchi kundan уже men his qilyapman nimaligini. Haqiqatdan ham rosti, men kechiringlar, men shu klinikani ma'muriyatidan uzr so'rayman. Muddatidan oldin men oyog'imni ochib tashladim. Sababi kim? Yonayotganiga chidolmadik biz. Mana qizlarga ketgan ko'ringlar, giyohlarning hammasi tabiiyligini hisobiga shu darajada sovuqlarni chiqarib yuborishdi. Lekin foydaga keladigan bo'lsak, maza qilyapmiz. Juda ham ko'plab onaxon, hoji dadalarimiz, hojonalarimiz mana shu qolgan palatalar hammasida yosh kattalar yotishdi. Sababi oyoqlari og'riydi, bellari og'riydi, umurtqalaridagi muammolar, suva yemirishlar bo'yicha hamma yosh kattalar shetda ekan. Eng yoshi biz kelibmiz. O'rtoqlar, sizlar ham olib kelinglar yosh kattalarni. Manzilni yozing, lokatsiyani tashlab beraman. Qo'shimcha savollar uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Batda dori, darmon, ukollarsiz, operatsiyalarsiz tabiiy giyohlar bilan lechitsa qilishar ekan. Bu videoni maksimal darajada tarqatib, obuna bo'lib qo'yinglar.